Oşondoqdan her bir uyda intimaq bolsa, hurmat sey bolsa, bul uydagi hurmat sey ko'chaga da chiqatganda, uydagi hurmat sey ko'chaga chiqatgan. Qanday? Uyda qanday adab axloqni o'rgangan bolsa, ko'chada da o'sha adab axloq bilan yuradigan. Ulug'da ota-onani hurmatlagan, ota-onani siylagan, ota-onasi eshikdan kira qolsa, emne qildi? O'rnidan turib, atasiga o'rin bera qo'ydi, kelingizdek qoldi. Mana bu hurmat boshqa yerlarda ham ishlayiladi deydi. Hozir siz bilan biz atamiz keldi, enamizga eshikdan kirib keldi, o'tirgan yerda o'tiramiz. Ochiq elada. Turib, hurmatlab, siylab, ata kelin degandan 100dan biri bo'lsa bo'ladi, bo'lmasam barimiz o'tirgan yerdan qiymildab qo'ymaymiz-da. Emne uchun? Tartib, ta'lim yo'q. Mana o'shandaqdan tug'andar, qanchalik siz bilan biz ota-onani hurmatlasak, ota-onani siylasak, mana shunda o'nu, o'su, yaxshilik bo'ladigan.